Mana 2026-yilning ham birinchi xaridori Andijon viloyati Balx tumanidan Ismoiljon Serhosil yerlari firma xo'jaligi bo'ldi. Hozir ular bizdan Lowell 1104 qator orasi traktini xarid qildilar. Hozir o'zlaridan ham bir o'z fikrlarini eshitamiz. Homiylar aka, qalay bo'ldi? Mana 2026-yilda ham SN Invest Vodiy filialining birinchi xaridori bo'ldilar. Bularni tabriklayman aka. Rahmat. Olgan traktorlarni yaxshi kunlarga nasib qilsin. Shu xaridorlarga ham bir og'iz fikrlaringizni aytib ketsalar, shu traktor haqida yo SN Investning narxlari haqida ular ham xabardor bo'lib qolishardi aka. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlari. Biz mana bu traktorni SN Invest korxonasi bilan ko'proq aloqa qilamiz. Fermerlarimizga shu texnikalarni ko'proq tavsiya qilamiz. Bu texnikani va fermer xo'jaligi rahbari o'zi tanladi. Qatorg'alariga ishlov berishda yaxshi bo'lish uchun o'zi shu traktorni qabul qildi. Bu traktor bizga ishlash xususiyatlari ma'qul. Mana fermer xo'jaligi o'zi aytadi. Assalomu SN Investda shu traktorni oldik. Biz hammalarga tavsiya qilamiz, bizga kelishdi. Bo'ldi aka, narxlardan xursandmisizlar? Narxlari mana hozirgi nimada aksiya borligi sabab aksiya ham bor ekan. Hozir yo'layotgan paytimizda ancha arzon narxda oldik. Xudo xolasa yaxshi. Kimga shunaqa traktorlar kerak bo'lsa, bizdagi pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Bu traktorlarimiz soni cheklangan, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling. Mana 2026-yilgi birinchi traktori Balx tumaniga Lowell 1104 qatorasi shu traktor ketdi. Hurmatli xaridorlar, bunaqa traktorlar kimga kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Traktorlarimiz soni cheklangan. Rahmat, sog' bo'linglar.